Yigitlar, Murod aka qayerdalar? Murod aka tepada edilar. Rahmat. Xudo xohlasa o'yin oxirigacha obyekt topshiramiz. Keling, mana bu giyohni eringizning ovqatiga qo'shib berasiz. Shu bilan eringiz umrining oxirigacha sizning orqangizdan qolmaydi. Dadasi, sizga obed olib keldim. Shu yergacha kelishing shart edimi? Bo'ldi, qo'y. Men pastda kutib turaman. Yeb oling, xo'p? Boshliq, assalomu alaykum. Sement bilan armatura kelgandi. Tushiraveraylikmi o'shani? Aytilgan joyga tushiraveringlar. Ovqatni ham olib ketgin, ustalar bilan yeysizlar. Rahmat boshliq, rahmat. Bolalar, qo'ylarni yuvinglar, bugun boshliq hisobdan ovqat yeymiz. Dadasi, yordam bering. Yo'qollaring. Jonim, shoshmang, bir xususiy javob beraylik. La 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 la